Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, boshdan kunlaringiz xayirli va barakali bo'lsin. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu apparatimiz sotiladi ekan. Ya'ni nima deb aytiladi bu? Troitsi selga deb aytiladi ekan. Bu necha xususiyatlariga ega bu? Endi shuni ham tushuntirib bersangiz. Buğday, arpa, sholin hamma narsa ekadi. Endi bu shunda traktini orqa tomonida qoladi, ha? Ha, traktini orqa tomonida. Endi fermerlar uchun dumchotki narsa dejaysiz buni. Tushundim. Birinchi sulankalarni birinchisida tuxumni tasakitadi, ikkinchi izini dorini tasakitadi. Tushundim. Bo'nkilar ham ikki dona bo'nkiri bor. Birisi tuxum, birisi dori. Shunda ikki dona bo'nkir ham bor, ha? Yo, tushunarli. Bir qator ko'rsatamiz. Hozir bu 12 ishi birinchi qatori. Doriniki bo'ladi, ha? O'zincha kilo dori sig'adi bunga masalan. 650-700 kilo. Oh, zo'r gap lekin do'stlar. Shunda bon tarafidan bor. Ha, bu ham tuxumniki. Lekin chuqur ekan. Endi tenis tarafidan necha ko'rsam bo'ladi. Ya. O'zingiz ko'rib baho berarsiz. Do'stlar, lekin katta narsa ekan. O'ta o'zi bu kam ishlatilgan o'xshaydi. Balonlarni saslanasam yomon emas-ku. Hech narsa ishlatilmaydi. Top toza deyman, qaranglar do'stlar. O'zingiz ko'rib baho berarsiz. Shunda hozir buni bir dona zaprab ketsa, necha yer masalan, nima desak bo'ladi? Shola ekib biladi u. Sholni 30 dan qo'yadigan bo'lsa 300 kilosi bilan 1 gektar narsa oladi. Oh, gap yo'q. Shu bunga rasxod necha bo'ladi? Rasxodi bormi, yo'qmi? Hech rasxodi yo'qmi? Olish kerak. Shunda tushunadi. Hamma narsasi yetarlimi, to'g'rimi? Hamma narsasi yetarli. Zapchastasiz qarab bermaydilar. Yo'q. Traktorning arkasidan dastala tamam ketaveradi. Bo'ldi, tushunarli. Yana do'stlar, lekin chotki variant endi fermer og'alarimiz ko'radigan bo'lsa, sotib olib xudo xolasa ishingizni sal yengillashtirib beradi yana. Avvalgining xudo xolasa avnat xaltada, avnat sapurmisa qo'lda. Yana sizlar shunday bir apparat. Endi bahosini ham aytib bersangiz, og'a. Mana bahasi 65 million so'm deymiz. 65 million so'mda tutdilar. Endi kelishlar nomerlari bor, ekranda nomerlarni qo'yib o'tamiz. Etajni qiziqib ko'raman desangizlar, yangi chiqishida bo'ladi, bemalol telefon urib qolganlarsiz do'stlar. Amma rahmat, sog'inglar, lekin apparatga gap yo'q. O'zim bir ko'rgandan toza narsa ekanligini bildim men. Hali imning narsalari top-toza turibdi. Ko'p ishlatilmaydi menimcha. Amma rahmat, sog'inglar.